Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kamina Taxta bozoriga kelganmiz. Murodjon akam terak narxlar bilan tanishtiradilar. Assalomu alaykum. Sizlar avvallo sizlar videolarni yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizda hurmatli birimiz 90 ming so'mdan. Razmeri nechiga nechi? 713 to'liq chiqqan. Holatlari yaxshi zo'r. Men choy qilib bilamiz. Razmeri bag'i 4, bag'i 12. 4 ga 12 deyiladi. Uzun 4 metrli. 4 metrli. 50 ming so'mdan. Bu yondagilar 45 ming so'm. Bu jipli deyiladi. Buni 40 ming so'mdan Murod boqar. 3 metrligimiz 30 ming so'mdan. Hop. Ya harlamiz bor metr 18 Uzuni 5 metrlikdan 4 metrgacha bor. Ular metrlar 80 ming bilan 100 ming o'rtasida. Har xil metrlilar bor. Ha. Bu rekanamiz bor. 4 ming so'mdan. 713 burusimiz bor. Uzuni 3 metrlik. Holatlar yaxshi 60 ming so'm. 60 ming so'm 3 metrli burus. Va baquvvat to'sin deyiladi. Palma qilib terilgan. Ichigacha bir xillar. Holati zo'r. Boy to'sin ekanda. Ha, boy to'sin. Ular narxi 200 ming so'm deyapti. Endi bu 200 ming deyotgan to'sinimizga yarasha vassamiz ham bor. Vassani ham o'g'il bolasimi? Mana, vassani ham. Necha chiqyapti? 26 chiqyapti. Uzuni 4 metrlik. Uzun. Ichida ulag'i yo'q. Hammasi 4 metrli bo'ladimi bularda? 4 metrlik bo'ladi, javob deyamiz. Ichida ulag'i bo'lmaydi, ana. 4 metrli vassalilarimiz akalar yaxshi ekan. Bitta 4,5 metr to'sinimiz bor. 4,5 metrli quruq to'sinlar. Quruq to'sin 120 ming deyilyapti. Buni ham kelishning oldi bo'ladi. Yonida 3 ga 9 lik poytaxtamiz bor. Rabochiy. Rabochiy ishlab chiqqan metrlar 8 ming bilan 10 ming o'rtasida. Kelishadigan xonalari bor akalar. 4 metr to'sinimiz. Abishni pul to'sin deyiladi. Bular 3,5 metrlik, 360 lik joylar tashlasa bo'ladi. Bular narxlari 80 ming so'm. Quruq. Qo'pqor. Muhimi quruq. Endi bitta baquvvati bor shuni. 4 metrlikni baquvvati. Chigacha bir xillab bu ham. Holati ko'ktirvat. Hozir 200 minglik 5 metrlik to'sin deyapsiz-ku. Ha. O'shan 4 metrlik bu. Bir xillab deymiz. Narxlari 130 ming so'mdan qilamiz. Yaxshi narxlar. Bu metrda ustun moblar bor. Bular qancha? Nima kelishni oldi ular. Kelishilgan holda. Endi 5 metrlik to'sinimizni rassamizni aytmayapman. Rassan ko'rsating aka. Masalan 15 ming so'mdan. 1 kvadrati Kvadrat 15 ming so'm. Donalar 9-10 talarga qo'yilgan. Monga yetmay qolib, yuklanib chiqyapti, ya'ni to'ladi tepasi. Mana holatda bo'ladi. Mana holatda terilgan holatda bo'ladi. vassalarimiz ham yaxshi qalin 2 ekan razmeri. Holatlar zo'r. Buni ba'zi shuna mayda bor. Mayda vassamiz, shoq vassa deyiladi. Donasi ham 12 ta 13 talik bor. 16 ta 17 talik vassa. Bular narxi 11 ming so'm. 11,5 ming so'mdan. 160 mingdan 5 metrli abishni to'sinlarimiz bor. Bu ham holatlar zo'r. O'ziga nisbatan ichida 2 ta 3 ta maydalog'i bo'ladi. O'sha hisobda 160 ming so'm. 200 minglik to'sin deyapsiz-ku. Yoni 200 minglik bo'ladi, ichida 3 ta maydasi borning hisobi 160 ming so'm. Bitta yarimta murosa qilinaveradi yoqmasa. Mana mo'la bor. Quruq to'sinlarimiz bor. Uzuni necha metrli aka? Bu ham 160 ming so'm. Mendan aka vodiyda yangilanayotganimiz bor. Hamma shunaqa narsa. Hamma shunaqa to'rqirra bo'ladi. To'rqirra bo'ladi. Javob deyamiz. Bu orqa tomoni. Va bu orqa tomonimi? Endi oldi yotaylik. Yana nima? Oldi. 4 metr deyiladi, uzun 4 metrlik. Bular Uzuni 4 metrli. 5,5 ming so'mdan. Bitta jarg'ib aralashgan bo'ladi. Bu ham pachkali, buni ham yomonlamaymiz. Ichida 2 ta 3 ta jarg'ib bo'ladi. Ulog'i bo'lmaydi. Hammasi uzun 4 metrli. 4 metrlik, 4,5 metrlik. Narxlar 4,5 ming so'm. Narxlari arzon ekan. 1000 so'm farqi bor ekanda. 1000 so'm farqi bor. Yana bitta baquvvat to'sinimiz bor. Boy to'sin deyiladi bular. Hammasi vasa joyiga keldi. Tobiga keldi. Tobiga keldi. Kelo osalaring bo'ldi. Narxlar 250 mingdan qilamiz. Uzuni 6 metrli. Uzuni 6 metrli, o'zi 300 ming deyapti-ku. Endi pullar bo'shatishyapti, yuklar chiqyapti, joylarimiz bo'shadi, pullar kesilyapti. Rasxodlarga ishlatamiz buni pullarni. Dastavkasi qanaqa aka? Dastavka Andijon, Namangan, Farg'onaga kelishilgan holda qilib beramiz. Kelishsa, masalan, savdo qilinsa, masalan, summaga qarab qilib beriladi. Masalan, kelibdi 2 million, 3 millionlik uka dastavka deyotding desa, 2 million, 3 million bizni qoplamaydi. 7 million, 8 million, 10 millionda ustida savdo bo'lsa, dastavka vodiy bo'ylab qilib beramiz. Dastavkalarimiz bor ekan. Like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa. Salomat bo'lasizlar.